Qaynonamning qo'llaridan kechki ovqat yeymiz. Ko'rsataman qaynonam qani nimalar tayyorlab o'tiribdilar. Menga. Ketdik. Qaynonam bir nimalar pishirib o'tiribdilar. Ko'rsataman hozir sizlarga. 엄마 뭐 만들어요? 응? 뭐 그냥 만들어요? 김치찌개 이렇게 해서 먹으려고 한다. 오. 이거 밥이죠? 응. Buguruch o'rtoqlar. Har xil ovqatlar, bu tarafda hali tayyor bo'lmabdi. Bu pap. Qaynonam oshxonasi juda ham toza. 78 yoshli ayollar umuman o'xshamaydi. Qaynonam juda ham chaqqon, hamma narsani o'zlari hal qiladilar. Rano bilan dadasi. Tofu to'g'rab qo'shdilar.